Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan eski Amerikan yo'nalishlaridan biri bo'lgan Skibidi Toilet yo'nalishida qanday qilib to'g'ri video tayyorlash, monetizatsiyaga qo'llanadigan to'g'ri videolar tayyorlashni o'rganamiz. Albatta ushbu video dastligi orqali to'liq sodda va tushunarli tarzda video tayyorlashga harakat qilamiz. Bizni tomosha qiling, videoga like bosib, albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bizda hali bunday videolar ko'p bo'ladi. Biz videoni boshladik. Biz birinchi videoni tayyorlashimizdan oldin bizga bir nechta videolar kerakli videolarni biz galereyamizga saqlab olishimiz kerak. Biz birinchi navbatda YouTube ga kiramiz. YouTube ga kirib biz Skibidi Toilet deb qidiruv beramiz. Mana bu birinchida turgan kanal Skibidi Toiletning asosiy kanali. Aynan mana shu kanal Skibidi Toilet yo'nalishida original videolarni chiqargan. Mana ko'rishingiz mumkin 340 million, 294 million shunaqa prosmotrlar yig'gan. Biz faqatgina shorts videolarni o'zimizni videomizning orasiga battle ko'rinishda taxlashimiz kerak. Mana 300, 200 hammasini biz galereyaga xohlaganimiz saqlab olsak bo'ladi. Ulashish tugmasini bosamiz. Telegramni tanlaymiz. Va sizlarga maslahat beraman. Kuynavo botga tashlab bemalol videoni yuklab olishingiz mumkin. Kuynavo bot. Aynan mana shu bot bizga yordam beradi. Sodda va oson tarzda videoni siz yuklab olsangiz bo'ladi. Shu botga tashlaymiz. Tashlashimiz bilan bizga videoni chiqazib beradi. Mana. Videolarni bizga 4 ta, 8 ta video yetarli bo'ladi. Yo 4 ta yo 8 tagacha videoni biz bitta video shakliga keltirib video yasaymiz. Biz video yasashdan oldin yo'nalish bilan bir marta tanishib chiqamiz. Biz YouTube ga Skibidi Toilet Battle deb yozsak, mana bir nechta videolarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu kanal misolida sizga hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu kanal misolida ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin. 21 soat ichida 2400, bir kun oldin 1000 ta prosmotr, mana 3 kun oldin 1900 ta, 4 kun oldin 3200 ta. Deyarli yaxshi prosmotrlar. Bular bilan ham bemalol monetizatsiyaga ulasangiz bo'ladi. Deyarli 100 ming taga yaqinlashgandan so'ng 4000 soatlar yig'iladi. Taxminan 100 ming ta prosmotr bilan yig'ishingiz mumkin. O'rtacha 2000 dan ko'rilganda 50 kun ichida siz monetizatsiyaga ulashingiz mumkin. Bu o'rta hol. Skibidi Toiletda ham video tayyorlasa bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bitta videoni o'zida 18 ta shorts video, 9 ta, 10 ta, 8 ta, eng kami mana 4 talik shorts videoni yonma-yon taxlab video tayyorlagan. 4 oyda 1 million 100 ming prosmotr yig'gan. Bu yaxshi natija. Hozir biz xuddi shu yo'nalishda video yasashni o'rganamiz. Biz videolarni galereyaga yuklab oldik. Endi biz keyingi navbatda CapCutga kiramiz va montaj jarayonini boshlasak bo'ladi. CapCutga kirib, biz boya yuklab olgan videolarimizdan bittasini tanlab olamiz. Masalan, shuni tanlab olamiz. Bizda bittasi yetarli. Endi keyingi navbatda e'tibor beradigan narsamiz birinchi navbatda formatini to'g'rilashimiz kerak. CapCutda birinchi shu oyna ochiladi. Ochilgandan so'ng biz ratio degan tugmaga e'tibor beramiz. Mana pastki qismda ratio degan joy bor. O'shani ustiga bosamiz va 16 ga 9 degan formatni 3-da turganini tanlaymiz. Orqa fonni ko'rinadigan qilib qo'ysak, mana. Bizda hozircha bittagina video turibdi. Bu joyga biz 4 ta 10 talab videolarni sig'dirsak bo'ladi. Endi keyingi navbatda ikkinchi videoni joylashtirishimiz uchun bizga overlay tugmasi yordam beradi. Mana shu qismda bizni videomizni joylashtirishimiz mumkin. Overlay tugmasini bosamiz va ikkinchi videoni tanlaymiz. Ikkinchi videoni tanlayman. Mana ikkinchi video ham keldi. Endi tartiblab joylashtirsak bo'ladi. Buni chaproqqa, bunisini ham yoniga olib keltiramiz. Ikkinchi yuklagan videomizni, mana shu videoni
Ko'ryapsiz, ikkinchi qismda, pastki qismda turibdi. O'sha videoni birinchi yuklagan videomizni oxirgi qismiga olib o'tamiz. Videoni ustiga bosib turamiz va o'ngga harakatlanamiz. O'ngga harakatlanamiz va qarabsizki, oxirgi qismiga o'tamiz. Mana shu oxirgi qismiga olib keltiramiz. Mana. Bizda video tayyor holatda, ikkinchisi yuklandi. Xuddi shu tarzda 3-4 videolarni ham tanlab olamiz. 3-4 videolarni tanlaymiz. Yana overlay tugmasini bosamiz. 3-4 videolarni ham tanlaymiz. Bunisini boshqa qismiga olib o'tamiz. 4-inchisi 4-qismida turadi. 3-inchisi ham tayyor. Endi oxirgi qismiga o'tamizda 4-videoni ham tanlaymiz. 4-video o'ng qismga o'tadi. Shu tariqa tayyorlab olamiz. Bizda sodda holatda tayyor bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda video sodda holatda tayyor bo'ldi. Chap tomonda birinchi qismi, ikkinchida sal o'ngroqda, uchinchisi yana sal o'ngroqda shu tariqa tayyorlab oldik. Endi bizda yetishmayotgan narsa orqadagi fonni o'zgartirishimiz kerak. O'sha joyiga biz battle qismini joylashtirishimiz zarur. Buning uchun bizga rasmlar kerak bo'ladi. Galereyaga kiramiz. Galereyamizga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng bizda videolar bor. O'sha videolardan biz bitta lavhasini kesib olamiz. Biz galereyaga kirganimizdan so'ng videomizni orasiga kiramiz va bitta qiziqroq lavhasini screenshot olishimiz kerak. Mana shu qiziqroq lavha deb o'yladim. Shu joyini men screenshot olaman. Shunaqa screenshotdan biz 4 ta olamiz. 4 ta rasm kerak bo'ladi. 4 ta rasmni tayyorlab olamiz. Mana men videolardan 4 ta lavhani oldim. Mana birinchisi, ikkinchisi, 3 va 4-inchisi. Shu tariqa 4 ta qiziqroq lavhani olamiz. Screenshot qilib olamiz. Shundan so'ng CapCutga kiramiz. CapCutda biz yana bitta yangi oyna ochamiz va o'shanda 4 ta rasmni tanlab olib, battle shakliga keltiramiz. New project tugmasini bosamiz. Screenshot olgan rasmlarimizdan bittasini tanlaymiz. Mana shu rasm tanlayman. Endi formatga boyagidek ratio degan joyiga 16 ga 9 ni tanlaymiz. 16 ga 9 tanlaymiz. Eng oxiriga o'tib canvasdan bittasini tanlab olaman. Orqa fon ko'rinib turishi uchun. Endi sal kattalashtiraman. Bittasini chap qismiga olib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin, chap qismiga olib o'tyapman. Endi keyingi navbatda overlay tugmasini bosaman. Endi ikkinchi rasmni o'rnataman. Mana shu ikkinchi rasm. Shu rasmni ham o'rnataman. Shu tariqa 4 ta rasmni overlay qilib o'rnatishimiz kerak. Bu jarayonni tezlashtirib yuboramiz. Rasmlar kattalik qilayotgan bo'lsa, buni kesib yuborishimiz mumkin. Mana rasmni ustiga tanlayman. Mana shu rasm bizda kattalik qilyapti, ekranga sig'mayapti. Shuning uchun biz ustiga bosamiz va keyingi navbatda o'ngroq qismiga olib o'tsak, edit degan tugma bor. Ana shu tugmani ustiga bosamiz. O'sha tugmani ustiga bosib, biz rasmni to'g'rilab olsak bo'ladi. Edit degan tugmani bosamiz, keyingi navbatda crop degan 3-da turgan tugmani bosamiz va o'zimizga kerakli qismini kesib olishimiz mumkin. Shu tariqa rasmni o'zimizga kerakli ingichkaroq qilib kesib olsak bo'ladi. Mana bizda endi kichikroq variantdagi rasmi. Shu tariqa 4 ta rasmni o'rnatib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, biz rasmlarni shu tariqa 4 tasini ketma-ket tarzda o'rnatib olamiz. Bizda rasm tayyor. Hozir o'rgatganimdek shu tariqa 4 ta rasmni joylashtirib olamiz. Keyingi navbatda biz orasiga yozuvlar qo'yishimiz mumkin. Text degan joyiga o'tamiz. Mana 3-da turgan text degan joyiga o'tamiz. Shu joydan biz birinchida turgan add text deganni bosib
rasmni orasiga yozuvlar o'rnatsak bo'ladi. Orasiga VS degan yozuvni o'rnatib qo'ysak bo'ladi. Shundan so'ng yozuvlarni yozdirish tarzini o'zgartirsak bo'ladi. Birinchi qismiga font degan joyga o'tsak ham bizda yozuvlarni yozdirish tarzini o'zgartirib beradi. Formatini desak ham bo'ladi. Mana shu tarzda o'zgartirib olsak bo'ladi. Bu yerda ko'p narsalar bor. Stil, effect, animation, bubble hamma narsasidan foydalansak bo'ladi. Bizga stil degan joyi yordam beradi. Men masalan mana shu yozuvni tanlamoqchiman yoki bo'lmasam boshqasini o'zingizga yoqqanini tanlab oling. Men birinchisini tanlayman. Shu tariqa 4 ta VS deganni o'rnatib chiqamiz. Birinchisi shu yerga, ikkinchisini shu yerga o'rnatamiz va uchinchisini yon tomoniga o'rnatib olamiz. Mana bizni rasmimizni orqa qismi va videomizni ustiga rasm tayyor bo'ldi. Shu tariqa biz videomizni ustiga rasm tayyorlab olsak bo'ladi. Endi shuni mana bu yerga o'tamiz. Shu tugmani bosasiz. Ko'rsatib o'taman mana. Mana shu tugmani bosasiz. O'sha tugmani bosgandan so'ng bizda ekran ochiladi. Bundan ham bitta screenshot olsak, mana shunday screenshot olamiz. Keyin galereyaga kirib olamiz. Bizda boyagi olgan screenshotimiz saqlangan. Endi kesish tugmasini bosib 16 ga 9 formatni tanlab olamiz. Mana bizda yasagan rasmimiz tayyor holatda. Ko'rishingiz mumkin, rasmimiz tayyor. Endi keyingi navbatda yana montaj jarayoniga o'tamiz. Bizda videomiz to'liq holda tayyor bo'lmagan edi. Endi biz montaj jarayonini davom ettiramiz. Mana biz boya yasayotgan video. Endi keyingi navbatda biz bizda amallar bo'limi bor. Eng pastida, eng oxirgi qismiga o'tamiz va bu joydan biz canvas eng oxirgi tugmani tanlaymiz. Background degan joyni o'rtada turgan tugmani bosamiz. Va birinchida turgan tugmani ustiga bosishimiz kerak. Mana shu tugmani ustiga bosamiz. Va boyagi yasagan rasmimizni tanlab olamiz. Mana shu rasmni tanlab olamiz. Ko'rishingiz mumkin, biz birinchi video lavhani orqasiga orqa fonni o'rnatdik. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, qolgan fonlarning orqasiga o'rnatilmagan. Mana ikkinchi qismiga o'tsam, qop-qora fonda turgan bo'ladi. Endi biz mana bu plus degan tugmani ustiga bosamiz. Plus tugmasi turibdi, shu tugmani ustiga bosamiz va yana o'sha rasmni tanlab olamiz. Yasagan rasmimizni tanlaymiz va bizda orqa fonda tayyor bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda kamchiliklar mavjud ekan. Video sal o'ng tomonga o'tib ketibdi. Shuni sal chaproqqa suramiz. Mana shu qismga o'rnatamiz. Kesib o'zingiz to'g'rilab joylashtirasiz. O'ngroq qismda edit degan tugma turibdi. Edit degan tugmani bosib, o'zimizga kerakli qismini kesib olamiz. Ko'rsatib o'taman. Aynan mana shu tugmani bosamiz va videoni kerakli qismini kesib olamiz. Va rasmni o'zimiz yasagan rasmimizga o'rnatamiz. Shu tariqa o'rnatamiz. Mana bu rasmni esa oxirigacha, videoni oxirigacha surib qo'yamiz. O'ng tomonga olishni bossangiz, o'zi suriladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda video tayyor holatga keldi. Shu tariqa videoni tayyorlaymiz va tepadagi export tugmasini bosamiz. Export tugmasi videoni saqlash tepada. Bilmaydiganlar uchun ko'rsatib o'tamiz. Mana shu qismda tepadagi o'ng burchakdagi tugmani bosamiz va bizda videomiz saqlanadi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Amerika yo'nalishida video tayyorlash darsligini o'rganishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyaga o'ting va ma'lumot olishingiz mumkin. Bizga murojaat qiling va albatta barcha savollaringizga javob olasiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling azizlar. Bugungi videomiz shulardan iborat edi.